Amerika hökuməti Xitayni soda urushida vayron qildigan bo'ldi. Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi soda urushining qisqas surallari to'xtamayotganda, Amerika hökuməti o'zining bu istitaksiz urushga rasmiy tayyorlik qilayotganligini ko'rsatishga boshladi. Birleşme Agentligining 3-avgustdagi xabarda aytilishicha, Xitoy bilan bo'lgan bu qitimliq rahimsiz soda urushida o'zini kuchlantirish uchun Amerika hozir do'stlar bilan bo'lgan munosabatni yangilanishdan o'ngishmoqda ekan. 2 ve 3 Ağustos günleri Amerika bilen Meksika tarafının vekilleri Washington şehrinde Şimali Amerika erkin soda kelişimini yangilanishdan yezip çıkış bilan aldırış bo'lgan. Bu kelişimni qayta yezip çıkış işiga Kanada hükümeti mi iştirak qiladi ekan. Ma'lum bo'lishicha, buningdan bir necha oy burun bu kelishimning surgi to'shib ketgan ekan. O'tgan hafta bo'lsa Aqsaray Yevropa ittifoqi bilan bo'lgan avtomobil va zapchastlarga bo'lgan munosabatli sodada ko'rilgan mojaroni to'xtatishni qaror qilgan. Bu mamlakatlar bilan bo'lgan sodaning rivojlanib ketishi mohiyatda Amerikaning Xitoyga eksport qilayotgan yezilik mahsulotlari uchun yangi bozor ochilganligiga barobar bo'ldi ekan. Aqsaray Xitoydan import qilingan 200 milliard Amerika dollarlik tovarga 25% tamojna beji qo'yish taklifini o'ttirib qo'ygandan keyin Xitoyning pulining kursi zo'r ta'sirga uchragan. Reuters agentligining 3-avgustdagi xabarida aytilishicha, bu yil apreldan buyon chet el bozorlarda Xitoy pulining kursi 10% tushgan. Xitoy hukumati navbatda bu ahvolga qarata o'ch olmoqchi ekanligini davron qilayotgan bo'lib, Xitoyga eksport qilinayotgan 60 milliard Amerika dollar qiymatidagi Amerika mallarga 25% tamojna beji qo'yilganligini jakarlagan. Halbuki Xitoyning Amerika qilayotgan eksporti uning Amerikadan qilayotgan importidan zo'r darajada eshib ketgan ekan. Aqsarayning axborot kotibi Sara Sanders bu haqda to'xtalib, o'ch olaman degicha Xitoy hukumati tangsiz soda munosabatini o'nglashga zehni qo'ysa o'ziga eng yaxshi degan.